Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi videomizda shu uy oldi sotdi. Shu ko'rib turgan uylarimiz sotiladi, do'stlar. Uyimizdan uy kattaligini qaraman. Manzilimiz Soribiy Mushkulshot qabristonining tap to'g'risindagi ko'cha bu. Tupik ko'cha, o'zi bir 5 tane uy bor ekan. Shuni to'g'risida shunday kattalikdagi uy bor ekan, do'stlar. Bu uyni egasini nomerini qo'yib ko'pmiz. Bu uyni xohlasanglar dedi, yani sırası başında aytib o'tib ketaman. Yine eshikdan shunday deb paxsa tortadi dedi. Daganza. Xohlasanglar bu tarafini sotaman dedi. Xohlasanglar bu yana bilan qo'shib sotaman dedi. Jami hamma yeri 32 sotka ekan bu uyni. Bu yana hammasi 32 sotka ekan. Yine uyni ko'rinishi shu xohlasanglar dedi. Bu yana o'zini asıllar dedi. Şu glonida şuradan bir darvoza qo'yib berasizlar. Eng oxirgi joy sizniki bo'ladi. Xohlasanglar hammasini olasizlar. Bu yondan yeri bor. Yine bu orqa tarafidan yop o'tgan ekan suv. Xohlasanglar bu yondan darvoza qo'yib girsanglar bo'ladi. Yine bu yondan ketsak, eldi taraf bu yondan darvoza bor. Kiraverish yana xotin biyallari bog'i dim katta. Tabii yere qiziqadigan odam asaqi o'shib edi. Maza qilib yashaydi yana uyni bu ko'rinishi. Yine bu uyni yan taraf görünüş. Uyun içine hem girzemiz az. Gördüğünüz gibi yan tarafına. Telefon nomer. Baka etmeyimiz. Şimdi zakaz şimdi oldu. Bir mal telefon eteseler, egesi bilen söyleseler. Ne için baka etmeyip ne için dese siz bunu alışınız mümkün, doğru mu? Xalasanız hemmesini alışınız mümkün. Şunun için bir mal telefon söyleşe vereseler. Giremiz yani. Bismillah. Şimdi azara karanlırak boşu mümkün. Svetle. 3-4 doşur yaptım mı? Şu girgerimiz bir hol deymizmi, o koridor mu? Bana geçken xona dım köbeği, o da aşıp gideseler. Şimdi yürüyveresen, aynen koldan gelince görsütüp beremiz. Koldan gelince. Katta, ya bir taraftan giradon yerinde, kötü tarafta ünde gelip yürüttük ötümüz ya. Spalnisi. Yo, uy zor. Azgına mehir beresiler. Gelişip asanlığı zor, gap yok ya. 2 tane spalniya girdim az, bir de yine bir xona. Kattaligini qarab uyni, vay. Baland quravergan ekan. Bu dog'lan deymizmi, nima deymiz, bir girganda buni kattaligi. Bir de karantinda to'y bo'ladi bir vaqt. Shuni to'ylarni bermak yomon chotga ketadi, tabii katta ekan. Endi yana bir xona. Shuning uchun kimga qaysi uy kerak bo'lsa, hammasini olgan bo'lsangiz, no masala bo'lsa, egasini telefon etasizlar. Uyni balandligini qarab. Shuni dedi, xiyosala ishlavat dedi patologini. Az men xonani ko'rsataman. Ben yana bir zalmi, o. Почти hamma narsasi qoladi ekan. 1 mi 2 mi olaman dedi. Почти hamma narsani tashlab ketaman dedi. Stol ko'rsa, mebel, jihoz, hech narsa olib ketolmaydi. Tamam, yana bitta xona. Patologni xiyochi ustalar ishlagan 90-yilda da yalımda yo'q, 2000-yilda da hech qanday yomon bir net qo'ygan yo'q, chotki holatda turibdi dedi. Banda yana bir zal. İşkalıp bu uyga girsang aylanib yuraverasan ekan. Katta zalni patologi. Ishqilib, şimdi yine sotiladigan uy shu. Bu variant kerak bo'lsa, bu yandan bir darvoza. Hozir men girgan yerim 2. Keyin bu yandan yop tarafdan kelsam bo'lar ekan 3. Adashmasam yana bir yerlardan xotib boradi. Ishqilib, giradigan chiqadigan yeri dim ko'p. Planlashtirsanglar zo'r mesda. Soribiyda Mushkulshot qabristoni manglayındagi ko'cha, tupik ko'cha ekan. Şimdi ko'rinishdagi uy bu. Xohlasang aynan shuni eshikdan turib, bu yoqqa qarab, o'shalardan zabonni tortadilar. Kelishilgan holda shuni bu yoqini beradi, yana bu joydan o'zini olasizlar. Xohlasang hammasini sotib olasizlar. Farqi yo'q, kelishsak bo'ldi deb turibdi. Pulni kelishasizlar. Bu yerni o'zim aytdim, yerni o'zincha so'm desam, sotikini 2000 dan bermay turibdi qo'ng'ishlar dedi. Şimdi ko'rinishda yana. Bunu bu yoqini ko'rsatmadim, bu yoqdan ko'rsatayım. Yani beni kladovkalar, yakmasa bu narsani buzib tashlaydi olgan odam. O'zini planlaydi, moslab, bedam xonalari bor. Beda bir xonasi bor. Bu yoqda bo'ldi bir qator remont etib beradi, olib turib. Endi uzinasini Toshkentga kirib ketamiz, shunda Toshkentchilar uy shunday g'irdavaragi uy bo'ladi. O'rtasi bog' bo'lib turadi, shunday bo'ladi. Yana beda shunday holatda, yana ichini bir ob'y bosib berishga harakat etib. Toza remontdan
İşlerin aynalarım var yine yazı görüp kaldım. Şimdi teleferdəsilər. Kaysadır variantı gerek olsa yine bir işten bir yana çıksak arka taraf bir yap eken. Su gelip dört akar su. 32 sotik. Halasan hemen satıp alın halasan. Yani şöyle çıksan yapa çıkarsalar. Nasıl pasoz hemen sesini işte sen iki tane kaladan merzedik. Şimdi taşıma şimdi çıkıp gitemem. Bir de Kladovk ile Tandırxana amaya yine bu geçeceğim bana kadar yine bu nesele. Ha, yani ketteler ki. Ben de yani koy bakalım, o bakalım yerleri. Şöyle şimdi görünler meyveleri hemen esası başlıyor ki. Yazırak mehir berəsilə gəlişib çıraylı baxalar, satıb asanlar baxaqlasa həməgə çıraylı üylədə yaşas, çıraylı üyləni satıb alış nəsib etsin, çıraylı üylərin kuruş. Şimdi bir video rolik oldu. Sağ olun, salamat olun. Telefon nömrələrini pəstə qoyub qoymuş. Mənzilimiz baxaqlasa ilə Aytamanda besindən çıxdı. İnə bu ilə Sarabeyni yolu ilə bir gəncdən gələ veriş. Yanımız ilə Tökgülə bara veriş. Yine iş köçədə. İş köçəyə girəmiz. Topik köçə, özü bir iş çay var ki, en axırı bir. Telefədə arasılayın, yolunu boyunda.